Hammaga salom bola. Bugun sizlar bilan men Astral Player bo'laman bola. Hammaga salom bola. Bugungi videomiz oddiy bo'lmaydi. Albatta bugungi video horror выживание bo'ladi bola. Juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Bu yerda kim bo'ladi degan ma'lumot men bilmadim. Menda ikkita ma'lumot bor. Bular Zeman qanaqadir tishli bratanimizni kuzatib kuzatuvchi. Ili keyin qanaqadir echki keyin qanaqadir maxluq bo'ladi bola. Bugungi video juda ham qo'rqinchli bo'ladi degan umiddaman. Chunki 3 ta horror mod qo'shilgan bola bu yerda. Bitta emas, ikkita emas, 3 ta. Juda ham qo'rqinchli modlar yana, oddiy emas. Naqli push qilib keladi ular. Bilsanglar kerak menimcha. Ana echki hammasidan ham yomon. Qo'rqib turibman bola. Kravat muammosi qo'yaylik. O'ynashaganda kino o'radi odam. Taxta olaylik. Taxta. Birita. Cho'p 8 ta. Mo'larimiz qilib qo'yamiz. Kirki kerak. Bo'pti. Tosh toping. Bola ana echki kirishidan oldin shak beradi birinchi u shak beradi desa просто assalomu alaykum deb kirib kelavermaydi. Asab yopilsin. Chiq. Ne gullarga qoldim. Bola уже toshlarni ham avvalo qoldim. Bilmasdan zapis o'chib qolibdi. Ham asab chiqdi. Qarasam zapis o'chiq. O'zimcha bosib ketdim. O'zani qo'ygan momo bo'lganda arash bosib ketdi. Mayli chiqsa-yu. Bunaqa vahima qilib shart emas. Men so'kmaydi. Men boydan beri o'ynayotgan bo'lsam, hali ham horror modlarimiz qo'shilmadi. Nimaga bilmadim. Hali bittasini ham ko'rganim yo'q. Ko'rmayapti. Ko'rgich nima bo'ladi? Do'qimga o'tirsam kerak. Chunki o'sha hozirdan ular chiqmasidan turib qo'rqyapman. Chiqsa nima bo'larkan? Ching'irib yuborsam kerak bo'ldi. Voy. Nimadir ozgina qotdi. Bolaga shu videoga 30 ta emas, 10 ta mayli 5 ta video, 5 ta like bo'ladigan bo'lsa, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Bu videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi bolalar. Ikkinchi qism bundan ham qo'rqinchli bo'ladi bolalar. Chetroq yopib qo'yaveraylik. Kerak. O'rmonga endi unchalik kirgim kelmayapti samanni. Bu kravat yasaymiz. Olamiz. Yana qotdi nimagadir. Oladi. Ot. Yot qizig'i bola menga. Nayt. Maqsad qishloq topaylik. Men qishloq bersin. Qishloq bersin bo'ldi. Agar undan bittasi push qilib qolib, to'g'rimayoq pritsel qilib hujum qilib qoladigan bo'lsa ham dabdalam chiqadi bolalar. Sizlar videoga like, obunalarni bosish esdan chiqmasa, o'qishlar. Kayf qiladigan bo'ling.
chiroyli birontasi hujum qilmasa bu. O'zi bilsanglar kerak, ko'p horror modlarda birinchi kun tegmaydi. Kravat. Mana narsani hech ko'rmagan ekanman. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi sizlar ham? Sizlar ham ko'rdinglarmi? Bola juda ham qo'rqib ketdim bola. Shunaqa ham qo'rqinchli bo'ladimi? Bola уже adashgan ekanman. Birinchi kun tegmaydi deb. Уже birinchi kundan bular hujum qilib ketdi-yu. Qayerdan ham qishloqqa bordim. Bola qishloqda yashaymiz, lekin просто takmas. Nimada yashaymiz? Bashnada yashaymiz. O'zim ham bashna quraman. Bilmadim. Qanaqadir bironta uy tepasidan o'zimga joy qurib olaman men. Duxim olib qo'ydi bilamani. Shunaqa ham qo'rqitib keladim o'zidan o'zim. Bitta qichqirib qo'ydi-da, bitta keldi. Yoppa, chiqmayman men. Как раз. Bo'ldi. Bo'ldi. Mama yo'q. Tiyolamiz. Ozgina bo'lsa ham himoyali bo'ldi уже. Mana solib qo'ysak bo'ladi. Tursin, bitta narsalar. Mana kerak emas narsalarni solib qo'yamiz. Kelgan sog' bo'lmaskan. Уже ketishyapti. Men chiqmayman. Nima qilsam? Kravat qo'yib uxlaymiz bolalar. Tiramizmi mana cho'chitib. Men o'zim shaxsan juda ham qo'rqaman hozir. Reski uxlamaylik. Zadan Svangrod qo'yib qo'ydik. Shu oynadan kuzatib o'tiramiz. Ana ichki bola bir blokdan ham kirib ketaverar yana. Ma'lumotim bo'yicha bir blokdan ham kirib ketadi deyishdi menga. Ozgina insofli bo'lish kerak odam. Bir blokdan ham kirib ketaveradi. Keldi. Uxlayman men. İşte o sırada. Bolla silahım işte o silahımı. Nima qilsang qil. Men uxlayman. Ular yuragi yorib ketdi bular. Menimcha hali ketishmadi. Bolasizlar ham bu modda o'ynasanglar juda ham qo'rqasizlar. Men o'zim shaxsan juda ham qo'rqib ketdim hozir. Yo'qmi? Mana hozir echkini ovozi keldi. Hozir bo'ldi. Yo qo'ylishni ovozi chiqarish o'rgandim. Go'lim yonida yuraman. Go'lim to'xta. Men seni yoningda yuraman. Aka deganman men. Hozir ketishdi go'lim bilan yurmachi.
Tepeden çıkıydı. Oğlum korkmasam gerek ölümden. Şahsen özüm judayam korkuyorum hozirdan. Alaman o'zganim. Shunisi yo'q. Hozir boya kelib judayam qo'rqitib ketdi. Oli. Brat, men siz bilan yuraman. Judayam qo'rqyapman chunki hozir. Bitta yesa chaqqiladi minus. Boya ko'rdinglar qanaqa oson o'ldirib ketdi. Ikkitami 3 to'rtta o'ldirdi yo. Tag'man bu menimcha rahmi bo'lsa kerak. Kallamga bir narsa keldi. Chatga kirib good. Astropil был убит. Убийца Goodman. Godman. Qo'yi jon ketdim bolalar. Kim sen urdi? Bilmadim. Daydi. Точканы yozib ko'raylik. Hello. Qanina o'g'larga. Ko'ramiz nima bo'lishini. Mana shu go'lim yonida yuramiz bolalar. Kesa chaqqamasin. Menimcha Zeyman ham bunaqa go'lim yonida yurganimga tegmayapti. Men o'zim uyimga ketdim. Ketursammikan, qolsammikan? Ikki ishi g'alati. Hech ko'rmagan ekanman. Nonni olamiz. Qo'shimcha xalta zarar qilmaydi. Unda bola birinchi qismni shu yerda tugatamiz. Ikkinchi qismni chiqishini shu videoga 5 ta like yig'ib beringlar bolalar. İkinci qism ertaga chiqadi bolalar. Shu videoga 5 ta like va ikkinchi qism ertaga. Unda ketdi. Xayr bolalar.